alaykum. Hurmatli подписчик va mijozlar, mana kotelniyimizni ko'rsatgandim sizlarga. Mana shu kotelniyda 5000 kvadratlik. Mana ko'ringlar. Hozir biz bunga boilerda отдельно независимо qilib bermoqchimiz. Mana kollektorni o'rnatdik. Pastga ketadi и ikkita rezerv kotyolni qo'shyapmiz, elektrokotyolni. Mana eng qiziq joyi 32 talik semestrniyda bu. Suv tegmasdan isiydi, xullas kalom. Endi buni shu nasos ulaydigan joyi bo'lishi kerak ekan. Ko'rsatmagan dokumentni kecha so'radik. Kimda shu muammo bo'lsa, mana shu joyga ulanadi ekan mana. Aytishdi. Xullas kalom bunga fugas ham qo'ysa bo'ladi ekan. Servisi Baxi Toshkentdagi. Mana shunaqa muammolarga uchragan bo'lsalaring, отдельно rozetkaga tiqib qo'ygan bo'lsalaring, mana shu imенно и programmasini o'zgartirish kerak. Shuni ham aytib qo'yay, o'zlaring tiqib qo'ymaylar. Mana shu elektrokotyolimiz. Hammaga rahmat.